pikosekundniy lazer bu teridagi turli xil pigmentli kasalliklar bo'ladi-yu, dog'lar bo'ladi, hollar bo'ladi. Ana o'shalarni ketkazadi. Tug'ma teri kasallari, mana masalan nevus o'tda bu tuzalmaydigan kasallikda единственный lazer, mana shu lazer buni davolaydi. Bu apparat faqat bizda bor. Mana shu kasallikni 100% samaradorlik bilan davolaydi. 4 yoki 5-marta kelishingiz. Bularni rezultatlari ham bor. Sizlar bilan bo'lishamiz, ko'rsataman. Rezultatni juda ham yaxshi ocharigan. Mana shular to'q, qora, ko'kimtir rangda edi. Natijasini ko'rayotganlari uchun bular mana yana qayta muolajaga keldilar. Patsientimiz juda ham komfortli holatdalar, og'riq sezmayaptilar. Qisqa muddatli, tez bajariladigan muolaja hisoblanadi. Agar sizda terining tug'ma, dog'lari yoki qanaqadir pigmentli holatlar, kasalliklar kuzatilayotgan bo'lsa, buning davosi bor va bu albatta mana shu pikosekund lazer hisoblanadi.